Onajon, gullar sochaymi poyingga. Onajon, gullar hayron chiroyingga. Onajon, bag'ringga bos mehriga qonay. Onajon, seni quvontirib quvonay. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Baxtimning yulduzi bu faqat onamdir. Atrofimda yonar parvona, dunyoda bir dona bu faqat onamdir. Duosi oshkora pinhon. Gecelerim köçelerde deydim, yarın tunda kersem büyüge kaydım. Kendimi balam derim, beni dip bir var. Onun canım mihribanım bir azabı. Yüzlerimden öper, gözlerimden öper, açsa hararetim. Tut tomonga chopar, dardimga qaydan bo'lsa ham malham topar. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamda. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat onamda. Atrofimda yonar parvona, duası aşkara pinhane, tümleri uygana. Qanin hammamiz birgalikda tabrikimiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Barchangizni bugungi kun, bugungi quvonchli ayyom bilan, bugungi bayram bilan, bugungi tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajonimiz uchun bir kun biroz qaysaklar bo'lsin. Bugun albatta sizni kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida shu yoqda insonlarimiz bilan bir yerga jam bo'ldik. Albatta bugun sizni kayfiyatingizni ko'tarmayincha ketinmiz. Xudo xohlasa siz uchun bir chiroyli taxmin etib ko'ring qani. Boshqa farzandlaringiz nomidan, ya'ni Iroda akamiz geliningiz va Oxunjon onamizning nomidan, qolaversa barcha qizlaringiz nomidan tabrik olasiz. Tabriklaymiz. Shular uchun bir yil davom etganlar. Sababi bizni borlig'imiz, bizni dunyoyimiz, bizni jannatimiz, onajonimizni biza chin dildan yaxshi ko'ramiz. Onamiz bor ekan, biza bu hayotda yashashimiz boshqacha baribirdirlar. Albatta ota-onamizning duosini olib shu yergacha yetib keldik derlar farzandlaringiz va shu yerdagi insonlardan siz uchun bir chiroyli qalb so'zlarni eshitsak, kimdan boshlaymiz? Birinchi navbatda endi farzandlaringizdan boshlasak. Ruxsat bersangiz, Oxunjon ona. Qani, akalarimizdan boshlaymiz unda. Roman girerken, ilahi 100 yaşlara girer. Seni tahtımıza sen yaşasınlar, kim bilen ben karışıp yaşasınlar. Ömürler uzak ol ikisine, hem beni irtiyatılarken yengizle tebrikliyim. Hem baktlı olsun, şu yengir hem Ahmet alıp gelsin. Hem akşam yaxşı günlerde görüşemeleri. Hem 100 yaşlara gidip yürüsün apam bilen eken. Davom qilamiz. Bu yon tarafda akalarimizdan ham. Rahmat so'z berganlaringiz uchun.
Bizden devletimiz, cennetimiz, şu otelimiz nasip roza eylesin. Biz yani baktığımızda hem sağ salamat yürüsünler. Barlıkımız şu otellerimiz var bize sağız. Sağ oluysa hemen yine bir bar yengölülen tebrikliyim. Rahmet. İlk tebrikler karşılıklı olsun. Elbette bayram şükürü. Sana devam kıldıramos. Onu tebrikliyim. 100 yaşlara geçsinler. Hem muvaffakımıza sağlıklı ekim biraz hemen iyi tebrikliyim. İyi katta rahmat. Endi Oxunjon og'amizdan ham bir chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yarlar. Rahmat. Apa 100 yaşlara giring. Kemal Qo'shaqari. 100 yaşlara girishini isbatsin. Hammayam yigitni tabriklayman. Rahmat. Ey katta rahmat. Endi onajon boshida aytganimizdek bu ishlarni boshidan turgan inson albatta sizni galingiz emas, qizingiz desak ham bo'ladi. Iroda akamizdan ham bir chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yarlar. Albatta bu ishlarni eng boshida turganlar bo'ladi. Qani qabul qilib olasiz tilaklarni? Rahmet. Şu önemli tebrikliyim. Hem muvaffakın başımızda dursunlar. Toylarını görsünler, aktıklarını, görmeyenlerini. Bir de durganlarını hemmesine şimdi yaxşı günler nasip etsin. Bayram bilen hemmenizi tebrikliyim. Gelleriniz için rahmet. Ey rahmat. Samimiy tilaklar uchun albatta hamma farzandlari tilagimiz shu, ota-onaning yonida bo'lib, xizmatlarni qilib, ularni duosini olish eng katta baxt bu hayotda va akamizdan ham bir chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yarlar. Evvelambor şu yeğenin bilen hemmeni tebrikliyiz. Hemmeni şimdi toy kanalımızın sar yapılıp tebrikliyim doğulgan gününüz bilen. Xudayım 100 yaşlara girgeysiz. İvo bakıp oturgan aktıklarınızı Xudayım. Vakitlarını görgeysiz, okutkuysuz Xudayım. Toylarını görgeysiz, Mehmet Eken bilen birgelikte Xudayım. Sağ salamet ödeysizler. Hemmeni şu yengil bilen tebrikliyim. Şimdi şu kanalına yaxşı günlere, toylara giyeyimiz. Şu iradaki zaman, Oxunjon bilen vakti okuyup bollarını, vaxtana taxtana suyan kaşarıysa, Dıraba, Naile, Nazime, hemmeni tebrikliyim. Şu ota-enenizin bayxanla, devletiniz, Xudayım. Hem şimdi yaxşı gün bolsun. Rahmet söz bergeniz üçün. Eng katta rahmat, sog' bo'ling. Endi ko'pchilikdan tilaklarni eshitdik, lekin bir inson qoldi shu yerda. Taxmin etib ko'ringlar ham kim ekan? Albatta turmush o'rtoqlarimdan bir chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yarlar. Avval shu bugunacha turmush o'rtog'ingiz uchun bir istak gaplaringiz bo'lsa, bugun ayni vaqti. She'rni oxirida eshitamiz lekin. Assalomu alaykum janob qatnashchilarni bugun davlatimizda bütün jahon bo'ylab kelayotgan yangi bayrami. Qaysi bir davlatga bormang, qaysi bir shaharga bormang, qaysi bir qishloqqa bormang, yangi yil shukuhi bütün olamni qumrab oladi. Mana meni bir bir hayotda bir kelaj yashadik. Hamma turbatin hammasine katta rahmat. Yaxshilar bildirib turibdilar. Shu bilan tilaklari bularning shu yoshga yetgan Xudoyim. Avval Aktılarını öğrendirip, kıyılarını çıkarış, sünnetini, fardını veriş, hem mesela nasip etsin. Ondan ki arzumuz olursa, şu yengiyi de arzu ümit kıldın mı, elbette şu arzu ümitler emelci aşağıdır. Fakat hareket tutsa gibi. Vakt alıp gelsin yengiyin. Kuanç alıp gelsin yengiyin. Vertemizin vaktiga, Ahmet alıp gelsin yengiyin. Rahmat. Endi turmush o'rtog'ingizdan tabriklayman. Faqat yangi yil bo'lmasin. Şu 82 yılda 81'de turmuş olduk. Yani adı Cuma'nın cevabı oldu.
Halbuki aramızdan kırılışken yok. 60'tan ağaçlara indi, 64. yıl. Bugün Tevellüt Toplan günü. Vakti olsun, uzak ömürlü görsün. Ne diyeyim, birge turmuş kuruş, turmuşlu tecrübeleri uzak ömür görüş. Uzak ömür görüşünü birden bir yolu, ben ailede tişlik, paravallık buluş gerek. Bir-birine yaman mehir muhabbet, yaman akıbet demez. Mehir muhabbet, er kadın olursa mehir muhabbet olsa, elbette ailede mehir muhabbet oladır. Bu aile küçük vatan. Qanchalik ailemiz tinch bo'lsa, vatanimiz tinch bo'ladi. Prinsip aytgan-ku, davlat bilan oila bir bo'lar ekan, mamlakatning rivojlanishi albatta yuksak bo'ladi. Men baxt tilayman, taxt tilayman, umri uzun o'tib yozusunda aqlarni, cho'liqlarni yurish, natijani yurish, hech qachon hassaga suyanmasin. Shu aqtiq cho'liqlarga suyansin. Toji taxt olsun. Sen tug'ilganda ona suyundi. Farzandim mening mehribonim deb. Sen tug'ilganda ota suyundi. Farzandim mening toji taxtim deb. Ana shu toj taxt umr boqiy ularga hayot bo'lsin. Hayot davom etaveradi. Charqalak gibi su aylanaveradi. Ana shunday hayot bo'laveradi. Daryolarda suvlar oqaveradi. Hayot davom etaveradi. Bahor kelib ketaveradi. İnsanlarning qalbi ana shu mehr muhabbatda doimo bir umr saqlanib qoladi. Rahmat. Endi mikrofonni bermaysiz. O'zingiz jo'shqin odam ekansiz. Bir sevgingizni qaratib qo'ying qani. Bir qarsak bo'lsa, shartimiz bor ekan, shartimizni. Qarsak bo'lmasa, aytmayman deb tursiz, shunday. Bir qarsak bo'ladi siz uchun. Bugun albatta o'zi oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishni aytdingiz? Şimdi ne diyeyim? Bu hayatını kuantı ve teşvişleri görür. Elbette ki kuantı ve teşvişlerini yengip ötken insan yine. Gelecekte işaret bilen hareket insan yine. Hayatı silgen, onca mehir bilen farzandlarga mehir koygen, insanlarga mehir vergen. O adam yine insan, yaxşı insan olan. İnsan köp. İnsan hayatta özünü yaşaşdan maksat birorta kasb tanlab undan o'zidan mehr qabul etib insonlarga mehr ulashib. Ana shu mehr bog'i qaynab chiqaversin. Mehr bog'i insonlarga mehrdan qolaversin. Mehr bilan yurilgan hayot bir umr insonlarda yurak ana shunday hayot bo'lib qoladi. Hayot davom etaversin. İnsanlar yaşaversin. Vaqt saodat doimo mana shu insonlarga yor bo'laversin. Rahmat. Rahmat. Endi bormi yana tilaklar? Qanday? Yo'qmi endi? Siz radar ochdingiz endi. Siz so'rlamasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Asa endi gaplab bugun qoldim, tilak bildirmadim degan insonlarni hammasini davramizga taklif etib, o'yin kulgilar bilan birgalikda yo'llab qo'yasizlar. Başında, yancımları kaşında, Erayımın başında, yancımları kaşında, özgürlüğü yaşında. Sonyalardı başına, değirmanı başından,
Rahmet. Firmanın başına Eşeğiyle oynansın Mahmutlar oynansın 100.000 yaşından hey, 100'den yaşından Kızlar içinde, bizlere oynasın.